Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan to'g'ri ovqatlanish haqidagi miflar haqida gaplashib o'tamiz. To'g'ri ovqatlanyapman, lekin baribir ham foydasi yo'q deb ko'pchilik mana shu to'g'ri ovqatlanishni noto'g'ri tushunishadi. Masalan, ko'p sabzavot, meva yesam, demak men to'g'ri ovqatlanyapman deb o'ylashadi. Lekin bizning tanamizga faqatgina sabzavot, meva emas, bizning tanamizga hamma mikro makronutrientlar kerak, foydali yog'lar kerak. Lekin miqdorini o'ylagan holda albatta oshib ketmasligi kerak. Oqsillar kerak, uglevod ham kerak. Hattoki ayrimlar ko'pchilik masalan to'g'ri ovqatlanish bu umuman uglevodni yemaslik yoki keto dieta bu to'g'ri ovqatlanish deb o'ylaydigan kishilar bor. Mana bunaqa ovqatlanish haqida rosa mif ko'p. Men ham to'g'risini aytganda Stanford universitetini ayni nutritsiologiya kursiga o'qimagunimcha men ham to'g'ri ovqatlanishni noto'g'ri tushunib yurgan edim. Shuning uchun ko'p harakat qilsam ham negadir ozolmayapman, negadir meni qomatim chiroyli bo'lmayapti, negadir har kuni yaxshi energiyani his qilmayman deb o'ylab yurgandim. Men bu miflarni butun dunyoga tarqalishi hozir bu juda ham ommalashib ketgan. O'sha noto'g'ri ovqatlanishni bizlar gohida o'zimiz o'zlashtirib olib, uni to'g'ri ovqatlanyapmiz deb o'ylaymiz. Har qanaqa informatsiyani parcha eshitadigan bo'lsa, sizda kallangizga to'liq bitta katta nima deydi, tasavvur paydo bo'lmaydi. O'sha to'g'ri ovqatlanish haqida tasavvur paydo bo'lishi uchun ham ayni siz eshitayotgan bilimlar, ma'lumotlar nimaga asoslanib gapiryapti, uni kim gapiryapti va u datalarga asoslanganmi, ilmiy ishlarga asoslanganmi, qayerda o'qigan degan narsa rosa muhim. Shuning uchun eshitayotgan datalaringizda qisqa ma'lumot emas, to'liq ma'lumotni ham eshitishga harakat qiling va nimaga asoslanganligi haqida ham e'tibor qilgan holda eshiting. Keling, men sizlarga endi miflar haqida aytib boraman. Ya'ni to'g'ri ovqatlanish haqidagi miflar. Masalan, miflardan biri demak dieta tutish haqida-da. Dieta deganda masalan ko'p cheklovlari bor bo'lgan dietalarni aytadigan bo'lsak, o'zbek taomlari hammasi semirtiradi deyish ham bu mifga kiradi. Lekin masalan xuddi o'sha o'zbek taomlarini balansga qo'yadigan bo'lsangiz, u sizni semirtirmaydi. Yana bitta miflar bor, keto dieta, demak bir umr shunaqa keto dietada bo'lishimiz kerak degan narsa ham bor. Keto dieta degani bu juda ko'p miqdorda yog'ni yeyish. Bu ham juda ham katta mifga kiradi. Chunki ayni Stanford universitetida o'qiganimizda bizlarda bitta katta topshiriq berilganda, keto dietani analiz qilish. Ya'ni u nima degani, meta analiz qilardik, hamma ilmiy ishlarni o'qib, ularni umumlashtirib, demak keto dietani plus minusi kabi narsalarni har bitta qaysi gapimiz qaysi ilmiy ishga asoslangan ekanligini ko'rsatib yozish kerak edi. Bu uchun juda katta datani o'qiysiz. Umuman analiz qilganimiz natijasi shunaqaki, keto dieta foydali faqat qisqa vaqtni ichida. Agar mabodo siz hozir keto dietada bo'layotgan bo'lsangiz, sizga maksimum 1 yilgacha bo'lsa keto dietada sizni tanangiz uchun foydali bo'ladi. Agar sizni vazningiz o'ta yuqori bo'ladigan bo'lsa. Lekin keto dieta tugatgandan keyin 1 yildan oshiqni tutadigan bo'lsangiz, sizga juda katta tanangizga zarar olib kelar ekan. Shuning uchun doimo balansli ovqatlanish, necha yosh bo'lishidan qat'iy nazar, sizda sog'lig'ingiz nima bo'lishidan qat'iy nazar doimo hamma uchun eng muhim va standart ovqatlanishga kiradi balansli ovqatlanish. Yana quyidagi miflarni eshitdim. Umuman uglevodni yemay qo'yish. Uglevodni umuman yemay qo'yganlarda vaqtinchalik bu mumkin, chunki o'zini tanasidagi zapas bo'lgan, yig'ilib qolgan yog'larni tana ishlatadi uglevodning o'rniga. Lekin uglevodni yemay qo'yish ham tana uchun rosa katta zararga olib keladi, chunki bizni tanamiz uchun har bitta oziqalar muhim. O'sha uglevod tanamizga kirsa glyukozaga aylanadi. Glyukoza miyamizni ishlashi manbai, bizni organlarimiz, ichki organlarimiz ham xuddi shunday ishlash uchun energiya manbai. Hujayramiz ham xuddi shunday glyukozani ishlatadi. Hujayramizda ham energiya manbai hisoblanadi. O'sha uchun qisqa vaqt ichida uglevodni umuman yemay qo'ygan odamlar o'zlarini yaxshi his qiladi. Lekin bu uzoq vaqtda qaraganda borgan sari holsizlikni, borgan sari bosh aylanishni, hattoki metabolizm sekinlashishini his qila boshlaydi. Bu ham bitta katta mif. Shuning uchun uglevodni umuman to'xtatib qo'yish ham
mumkin emas. Kam miqdorda bo'lsa ham uglevod doimo sizni ratsioningizda bo'lib turishi kerak. Hattoki bir kunda 3 mahal ovqatlanasizmi yoki 2 mahal ovqatlanasizmi, har ovqatlanishingizda albatta uglevod bo'lishi kerak. Keyin masalan men juda kam ovqatlanaman, lekin negadir ko'p semirib ketaman, lekin to'g'ri ovqatlanaman deydigan kishilar ham borda. Ularni analizini ko'pincha qaraganimda men har bitta og'ziga kirgan ichimlikni, ovqatni rasmini jo'nating deb qaraganimda kaloriyaga e'tibor bermasligini tushunaman. Chunki bir kunda 3 marta ovqatlanadigan bo'lsa, 3 marta ovqatlanishi juda ham to'g'ri ovqatlanishga to'g'ri keladi, balansga, lekin o'rtada yeydigan tamaddilari kaloriyasi katta bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun kaloriya haqida bizlarda O'zbekistonda hali ko'pchilikda tushuncha yo'q. Kam ovqatyapman, lekin juda ham semirib ketyapman degan kishilarga aynan mana shu narsa taalluqli, chunki kaloriyani katta yeb yuborishadi. Ayni mana bu kaloriyani hisoblash kabi narsalarni tushunib boradigan bo'lsak, bu har bitta kishini yutug'i bo'lardi. Chunki qarang, bitta tarelka to'liq sabzavotlari, mevalari, go'shtlari, uglevodi bor bo'lgan ovqatni yeb, bu taxminan bir 500-600 kaloriya deylik. Lekin siz bitta tort yeydigan bo'lsangiz, tortingizni o'zi 300 kaloriya bo'lib ketishi mumkin yoki ikkita pechenye yesangiz 250 kaloriyadan 500 kaloriya bo'lib ketishi mumkin. Ikkitagina pechenyedangiz 500 kaloriya qayerda-yu, bitta to'liq issiq ovqatni balansli yegan ovqatingiz 500 kaloriya. Ikkovi bir xil kaloriya. Lekin oshqozonga joylashishi har xil. Masalan, balansli to'liq ovqatlanish esa sizda oshqozoningiz to'ldirib turadi, sizga to'yim hissini beradi, uzoq vaqt energiya bilan ta'minlaydi. Ichida vitamin, minerallari, oqsillari, yog'lari bo'lgani uchun ham siz tez qorningiz och qolmaydi. Sizda energiya bilan ta'minlaydi. O'zingizni yaxshi his qilasiz. Lekin ikkitagina shirinligingiz, pechenyengiz yoki biron bir tort sal kattaroq. O'zbekistonda hamma tortlarning porsiyasi negadir juda katta. Yaponiyada kichkina porsiya, O'zbekistonda katta. Bitta tort yedingiz, menimcha уже O'zbekistonning bitta tortini kaloriyasi o'zi 500 kaloriya bo'lsa kerak. U sizga qarang, qancha vaqt sizga energiya beradi? Taxminan 1,5 soatlik, maksimum 2 soatlik energiya beradi. Siz 2 soatdan keyin charchab qolasiz. 2 soatdan keyin siz och qolganingizni his qilasiz, keyin yana ovqatlangingiz keladi. O'shanda sizga nima kerak bo'ladi? Yana bir ikkitagina pechenye yeyish yoki biron bir shirinlik yeyish. U ham sizga yana xuddi shunday 500 kaloriya beradi. Tanangizda nimani his qilasiz? Qorningiz to'q 1 soatlik, 2 soatlik ichida. Lekin yana tez och qolasiz, chunki glyukoza tez ko'tariladi shirinlik yeganimizga, undan keyin xuddi shunday tez tushirishga tanamiz harakat qiladi. Nima deganda, qon tomirimiz ichida, qonimizning tarkibida glyukoza doimo yuqori bo'lishi mumkin emas. Uni tushirishga harakat qiladi. Buni natijasida yana bizlar och qolganimizni his qilamiz, yana bir narsa yeyishni istaymiz. Mana borgan sari xuddiki spiralga o'xshab yomon tarafga olib boraveradi. Ya'ni ortiqcha glyukoza kelyapti, tanamiz uni insulinni ko'p ishlab chiqaryapti. Bizni oshqozon osti bezimiz juda ham katta nagruzkada ishlayapti. Buni o'zbekchasi nima deymiz? Juda katta kuchda ishlayapti. Charchatib qo'yapmiz oshqozon osti bezini hamda ortiqcha glyukozani tanamiz uni yig'ib, zaxira qilib, jigarimizda zaxira qilyapti. Keyin qayer ortiqcha joy bo'lsa, mushaklarimizda zaxira qiladi. Yana ham zaxira qilishdan ortiq bo'lgan narsa ko'p kiradigan bo'lsa, yana qayerda zaxira qiladi? Kerakli bo'shroq joyimizda yog' hujayralariga aylantirib, yog'larga aylantirib zapas qiladi. Natijada semira boshlaymiz. Lekin doimo charchoq, lekin tanamiz semirishga moyil bo'lib boraveradi. Ya'ni bu nima edi? Bizlarda bitta so'z bor, qorni to'q, lekin hujayrasi och kabi narsa paydo bo'ladi. Shuning uchun ko'pchilik semiz odamlar doimo tez-tez qorni och qolganini his qilishadi. Nima deganda, ularning hujayralari och. Ular oziqa talab qiladi. Lekin mana shu tananing egasi foydali narsa bermaydi, ya'ni uglevod yoki yog' beradi. Shuning uchun bizlarning tanamizga qancha foydali oziqalar beradigan bo'lsak, bu minerallar har xil turda,
har xil turdagi vitaminlar, oqsillar, foydali yog'lar beradigan bo'lsangiz, bizlarni tanamiz bizdan ortiqcha ovqatni talab qilmaydi. Sizni tez qorningiz och qolmaydi yoki biron bir shirinlikka tortmaydi tanangiz. Asosan tanangiz demak sizda shirinlikka tortadigan bo'lsa, demak sizni qorningiz to'q, lekin hujayrangiz och holda olib kelganingiz hisoblanadi. Agar siz o'zingizda ovqatlanishingizni korreksiya qilishni istasangiz, to'g'ri, sog'lom ovqatlanishni yo'lga qo'yishni istasangiz, meni konsultatsiyamga yozilishingiz mumkin. Va hamda meni Telegram kanalimda bepul har xil sog'liqqa taalluqli ma'lumotlarni berib boraman. Telegram kanalimda ham o'qib, kuzatib borsangiz bo'ladi. Albatta, obuna bo'ling. Yana bitta narsa, mana shu videoning tagidagi kommentariyaga savol qoldiring va aktiv bo'ling. Men ularning ichidan eng aktiv bo'lgan va yaxshi savol qoldirgan kishilarni tanlab olib, onlayn suhbat uyushtiraman. Agar bu ma'lumotlar sizni yaqinlaringizga kimga juda ham muhim deb o'ylasangiz, o'sha kishiga yuborib qo'ying.